Dollar haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 4-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan va dollar haqidagi eng so'nggi ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozir Og'ushda 5uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli bo'lgan va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 4-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 22,74 so'mga oshdi va 12.857,35 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 10,55 so'mga ko'tarildi va 14.672,81 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0,80 so'mga balandlab 163,45 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi.